Men Xayrullo Rahmonaliyev Engame School onlayn o'quv markazida 11 oydan beri tahsil olaman. Bu joyda tahsil olishimdan avval menda onlayn ta'lim olish, tillarni onlayn o'rganish mumkinligi to'g'risida hech qanday taassurot yo'q edi. Dastlab meni darajam beginner darajasida bo'lgan. Deyarli ingliz tilida hech narsa bilmaganman. O'tgan 11 oy davomida endi ingliz tilida aytadigan bo'lsak, listening, writing, reading, speaking. Shu to'rtta skilllar o'zim yaqqol bilaman. Reading va listening juda zo'r rivojlandi. Speaking va writing skilllarimiz meni o'zim uchun hozir men o'zim qanday xohlagan bo'lsam shu darajada rivojlandi. Odam maqsadiga erishgan sari yangidan yangi maqsadlar, yangidan yangi xohish, istaklar, ehtiyojlar yuzaga keladi. Menda ehtiyojlar cheksiz bo'lishni boshladi. Qachonki men qaysidir kinoni yoki musiqani eshitib, uni nima deyotganligini tushunishni boshlaganimdan yoki o'sha ingliz tilidagi YouTube'larda qaysidir podkast ko'rib yoki qaysidir oliy ta'lim muassasasi yoki qaysidir davlat haqida shu ingliz tilidagi videolarni ko'rib uni tushunganimda menda yangi istaklar paydo bo'lishni boshladi. Endi men faqat ingliz tilini o'rganish emas, ingliz tilini juda ham yaxshi o'rganib, shu akademik ta'limni davom ettirish. Balki Kanadadadir yoki Yangi Zelandiyadadir shu PhD davom ettirish. Shuni oldimga maqsad qilib qo'ydim.